Qizingizni hozir yuvib kafanlab, morgxonaga olib borib qo'yamiz. O'zlaringni oldilaringda miqini qoqamiz. Ha? Bilet oldilaymi, olmadilaymi? Yo'q, ertaga endi aniq bo'ladi bilet. Ertaga o'sha migratsiya sizlarga biletlaringizni olib beradi, faqat sizga olib bermas ekan. Siz o'zingizga olasiz. Ha, men o'zim. Ha, o'zingizga olasiz. Keyin nima, yuklaringiz ko'p ekan-a? Ikkita bolachani olib ketyapsizlar ekan yana, ha? Shunday deb. Ha, u bolachalarga xudo xolasa biletlarini ertaga o'zim olib beraman. Hozir batta yuvib kafanlab morgxonaga olib borib qo'yamiz, o'sha ochilmaydigan qilib. Xudo xolasa chorshanba kuniga jo'natyapmiz. Menimcha sizlar bilan bitta samolyotda ketadi. Shunday bo'lsa yaxshi Ha, bo'ladi. bitta ketyapti. Qiynalasiz-da, shuncha men aytuvdimki, shuncha qiynaldik. oldin siz boring, qizingizni kutib oling degandimda. Shuncha qiynaldik, 4 yil qiynaldik, azob chekdik. O'zimiz bildik. Yomon azob chekdik. Men qizingizni mana endi o'zingizga aytyapman, qizingizni 1 oy oldin rosa so'kkan edim. Nimaga deng? Eshitdim. Nimaga deng? Menga qizingiz telefon qildi-da, Avazbek dedi, sizni taniyman dedi, menga dedi, yordam bering dedi. Bo'ldi, yordam beraman. Nima yordam desam, men mana shunaqa rak bo'lib qolganman dedi. Keyin men aytdimki, bo'ldi opa, yordam beraman, lekin meni ham to'g'ri tushuning, borsam masalan, men hali boricha ko'rsataman-da voqeani, tushunyapsizmi? Boricha. Hech nimani yashirmayman. Qizingizga aytdim, opa dedim, ertaga o'lib ketsangiz, odamlar bari o'ldi deydi, bir kun gapiradi, 2 kun esdan chiqaradi. Nima qilasiz odamlarning fikri bilan yashab? Men bor narsani ochiqcha aytaylik, ehson yig'aylik, sababini qilib ko'raylik desam, Avazbek o'zi oxirgi bosqichda turibman dedi. Keyin men aytdimki, chiqmagan jondan umid deydi-yu o'zbek xalqida. Masalan, kimnidir duosi qabulda. Mana hozir bitta bolani oldidan kelyapmiz. Bu bola o'ladi degan joyda mana hozir oyog'i bilan yurib, ikkita qo'li ishlayapti-da. Million odam duo qildi-da. Endi u odamlar ichida kimlar bor, siz bilan men bilmaymiz-da. Bir Alloh do'stlari duosi qabul bo'ladigan insonlar duo qildi. Men qizingizga aytdim, opajon, xo'p, ehson kerak bo'lmagan taqdirda ham, xo'p, yuzingizga bir bijir-bijirni qo'yib turib, mana shu ayol Koreyada shunaqa kasallik bilan yotibdi ekan, ehson kerak emas bizga. Duo kerak, deylik hech yo'q dedim. Desam, Avazbek kerak emas dedi. Keyin men aytdim, nimaga bunaqa qilyapsiz opa desam, to'g'risi men shu paytgacha birovga muhtoj bo'lmaganman. Birovga og'irligimni tushirmaganman dedi. Ota-onam shatta dedi. Menga oxirgi gapini aytdiki, Avazbek, men sizni o'sha 2017-yildan beri taniyman dedi. Menga aytayapti. Xo'p, nima xizmat opatsam? Iltimos uka, mana shu agar o'zim bilyapman, uzoq yashamayman. Endi 1 oy oldin aytayapti. Mashhadlarda qolib ketmay deyapti. Menga rosa yig'layapti, ha. 1 oy oldin aytdi menga. Mana menda zapslari ham turibdi qizingizni. Endi sizga tashlab bersam qanaqa nima bilmayman. Men ataylab zaps qilib olganman. Bir yarim soatdan oshiq bir 45 minutcha gaplashganmiz. Hamma gapini aytdi, opa, hali yaxshi bo'lib ketasiz desam, yig'layapti. Keyin men aytdim, opa, hech yo'q, duo so'raylik dedim. Chiqmagan jondan umid duo qilsin odamlar desam ham, duo ham kerak emas. Siz o'zingiz duo qiling, o'zingiz biling. Meni telefon nomerimni oling dedi. Telefon nomerini yozib oldim. Keyin ayasinikini berdi, uyini, manzilini, kodlarigacha berdi. Mabodo hali telefon bo'lsa, ayami telefondan telefon bo'lsa yoki menikidan telefon bo'lsa, iltimos 24 soat ana o telefoningizni ko'taring. Men shu Koreyada ko'p qolib ketmaydi dedi menga. Keyin bo'ldi opa, men inshaalloh umringiz uzoq bo'ladi. Har qanaqa holatda ham men yordamga tayyorman. Hozir boraymi opa dedim, shu duo qilaylik. Nima ehson qilmas ekan desam, yo'q dedi. Men dedi, o'zi anaqamni bilyapman dedi. O'zi qancha yashashligim o'zi men his qilyapman dedi-da. Iltimos uka, sizdan oxirgi gapim dedi. Shu meni telefonimdan yo meni ayamikidan telefon kelsa, qaysi vaqt bo'lsa ham ko'taring dedi menga. Bo'ldi opa dedim. Haqqingizga duodamiz dedim. Mana endi kecha xolam telefon qilyapti, shunaqa bo'ldi Avazbek deb. Undan oldin ham qizim bugun ertalabgacha bormas ekan deb ham telefon qiluvdi menga. Birga edik. Billamidingiz o'shanda? Oxirgi nafasgacha o'zim. Ha, o'shanga aytmoqchimanki, tog'a, haligi narsada inson qancha yashaydi, uni bilmas ekanda. Odam endi joni shu yerda ekan. Nimasi? Haligi umr shu yergacha ekan. Endi Xudo xolasa, mana qarang, mana shu yerda o'zimiz qurganmiz. Ishga mana shu yerda o'lik yuvadigan, mayit yuvadigan joy yo'q edi-da. Mana mana shu yerda men o'zim ehson qilib Koreyadagilar bilan birga mana shu yerda qurganmiz. Buni pastda.
Bundan 5 yil oldin. 5 yil oldin, ha. Endi qayerga olib borasiz hozir buni? Koreyada bunaqa marhumani ayol kishini musulmon odam yuvib beradigan joy yo'q-da. Bironta yo'q. Mana Koreyani aylanibsiz, bitta dona yo'q-da. Mana hozir mana shunaqa kunimizga asqatyapti. Qolasa chorshanbaga harakat qilyapmiz. Shunday qiling. Birga ketasizlar inshaalloh. Endi faqat duo qilib turing. Hozir mana bitta yuvishadi ayollar. Yuvib kafallab, avazbek tayyor qilib beramiz. U yoqda yuvishga ehtiyoj qoldirmaymiz deyapti. Xudo xolasa yaqin borganda ehtiyoj yo'q, qolmaydigan qilib, chiroyli qilib beramiz. Faqat duo qilib turing, keyin mana marhumni jo'natish xarajatlarini davlat tomonidan qoplanyapti. Sizdan bir so'm ishlatilmaydi, sizni pulingizga tegilmaydi. Xolam tashvishda qolibdi, avazbek qancha pul bo'lishi kerak, meni pulim bormikin, yo'qmikin, ayt, hisob-kitob qilib turayman pulimni deyapti-da ayolingiz. Xola dedim, shunaqa dedim, bizni davlatimiz shunaqa byudjetdan pul ajratiladi deb, xotir olmen deb, o'sha kerakli odamlarga bu narsani yetkazdik, xudo xolasa davlatdan pul ajratiladi. Endi bu yog'iga Alloh taolo sabr bersin. Nechta farzandi bor edi? Bitta farzandi bor. Endi shu endi sizga yodgorlik bo'ldi-da. Shunday lavozim, shunday. Indonezlar ham kelyapti, ko'ryapsizmi? Mana olib qo'ying. Indonez bolalar kelyapti. Bular quloqma-quloq eshitib kelishyapti-da. Hozir tepada imom men janoza o'qiyman deyapti ekanda. O'shanga ular aytishyaptiki, janoza O'zbekistonda o'qiladi deyishyapti. Hozir biz endi hozir imomga aytib qo'yishimiz kerak. Janoza O'zbekistonda o'qilar ekan deb aytib qo'yishimiz kerak-da. Farzand o'qiladi. Ha, yo'q, bular hozir o'shanga marhuma bor ekan, janoza o'qiladi deb turib ketishmay turishibdi-da. Bir ertaroq bilmagan ekanmi shu rak bo'lib qolganligini, tog'a? 4 yil bo'ldi hozir. 4 yil rak bo'ldimi? 4 yil oldin aniqlanuvdi bu narsa bundan. Ha. Keyin vizani unaqa nima edi? Bir O'zbekistonga borib qaytib kelib, bera viza taxlab, keyin bansa boshlanuvdi-da, 4 yil oldin shu 1 yil o'zi shu yerda qatnadi, shu bansaga keyin bizdan chaqirtirib oldi. Keyin biza keldik. Mana 3 yil 2 oydan beri biza faqat shu ishni bansa. İşte ben bilmedi işlere, bular, diyen o işi bitti yüzmüşler. Hozir o'g'li bormi, qizi bormi? Necha yosh? 1,5 yaş. Hali sut yemar ekanda u bola. Ha, Yosh bola ekan. Shira. Kichik ekan. endi doktorlar nima qildi? Ana bu ximiya, bu bir 50 xil ximiya oldu bu. Başam bu ximiyani olganingdan keyin ana bachalaring bilmasligi mumkin yoki bilsa ham bitta yog'i yo'q, bitta puli yo'q. Ha, ximiya olgandan keyin tug'dimi bolani? Ha, keyin Doktorlar nogiron bola tug'asan degan ekanda. Ha. Sog'lom bola tug'dimi? Sog'lom bola kelib, kera o'zini yigiti bor edi, o'sha bilan Bikofdan o'tdi, shiramen. Shu qanchadir berib, O'zbekiston nimasi bu? Posoliston nimasi ya bu? Ha. Ana o'sha Nikofdan o'tib, keyin shu yigit bilan nima qildi? Ana shu bitta farzandi bor. Shundan keyin balsa ana shu kasalxonaga borib bo'sh chiqmadi. Bo'ladi, ozgina kutib turamiz. O'zi bo'lib qolishdi. Xolam aytadi, mana bu pokistonlik ayollarga ham avazbek pul beraymi deyapti. Yo'q, xola dedim, bular dedim, mana shunaqa ishni qidirib yurishadi o'zi dedim. Hali savobli ish qayerda bor ekanda qidirib yurishadi. Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir o'zbek opalarimiz yo'q edi-da. Mana sizlar bilan bitta opa kelibdi hozir o'sha Kime tomondan. Avazbek muammo yo'q, hamma yo'qda o'zim bilaman deydi. Mana ichkariga kirib hamma yo'qda o'zi ligirovka qilyapti.